Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Yaxshimisizlar birodarlar, xayrli tonglar. Hozir bir ustozdan Imom Buxoriyni kitoblaridagi hadislardan bitta hadisni sharhladilar. Shuni sharhini sizlar bilan birga qaytarib ketsam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilib aytgan hadislari bor ekan. Anas roziyallohu anhu ikkita sahobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ya'ni Imom Buxoriy bu hadislarga shunaqa deb sarlavha qo'yganlar. Rasulullohni yaxshi ko'rish iymondan. Ya'ni keyin o'sha hadis aytdilar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va walidihi wan nas ajma'in. Sizlarning birlaringiz iymonli bo'la olmaydi. E'tibor beraylik hadisga. Sizlarning birlaringiz iymonli bo'la olmaydi, hatto meni farzandidan, ota-onasidan va hamma odamlardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rgan bo'lguncha. Ya'ni meni ko'proq yaxshi ko'rish kerak deyilyapti bu hadisda. Bu hadis eng sahih hadislardan. Buxoriy rahimahulloh ikkita sahobiydan, Abu Hurayra va nimadan rivoyat qilganlar? Anas roziyallohu anhudan. Bu hadisdan chiqadigan ba'zi bir foydalarni aytganlar. Muhim joyi shu yerda, ya'ni hadisni lafzini o'rganib qo'yish emas. Hadisdan nima demoqchilar Rasululloh? Bu yerda qarang, iymonli bo'lmaydi deyaptilar. Ya'ni iymonli bo'lmaydi degani, ya'ni Rasulullohni inson farzandidan, ota-onasidan, boshqa odamlardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmasa dindan chiqib qoladi deganimi? Yo'q, unaqa ma'noda emas. Ya'ni kofir bo'ladi degan ma'noda emas. Iymoni mukammal bo'lmaydi degani. Iymoni komil bo'lmaydi degani. Rasulullohni sollallohu alayhi vasallamni yarhamkumulloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni farzandlaridan, ota-onasidan, hamma odamlardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmasa iymonli bo'la olmaydi deganlari, komil iymonli bo'la olmaydi degani. Lekin komil iymonli deganda, ya'ni iymoni noqis bo'lib qoladi, kam bo'lib qoladi deganlarda, o'sha iymonidan kamayayotgan amal mustahab amalmi, sunnat amalmi yoki farz, vojib amalmi? Ya'ni inson farz amallarni qoldirsa iymoni kamayadi. Iymoni nuri kamayadimi, o'zi kamayadimi, xullas iymoni kamayadi. Farz amallarga beparvo bo'lsa iymoniga nuqson keladi. Mustahab amallarida ozroq, lekin yengil, u uncha nima emas. Mana shu hadisda aytilayotgan iymoni bo'lmaydi deb aytilayotgan so'z o'sha iymonni farzlardan bo'ladi. Iymonni farz vojiblardan bo'ladi. Ya'ni Rasulullohni odamlardan ko'ra, hammadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rish bu iymonning farzlaridan. Yana bu hadisdan olinadigan ba'zi bir foydalardan yana biri shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni faqat tashqari ko'rinadigan amallarga emas, zohiran, hozir ko'proq shu zohiriga qarab ketib qolinadi-ku, tashqi ko'rinishiga yoki amallarni zohiri, namoz, albatta zohir ham kerak. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu qalb amallarga e'tibor bergan vaqtlarda qalb amallariga e'tibor berardilar birinchi o'rinda. Rasululloh qalb amallariga e'tibor berardilar. E'tibor berganlarida ham eng muhim deb e'tibor berardilar. Hatto ba'zi bir hadislarda at-taqvo ha huna deganlar. Taqvo mana bu yerda bo'ladi deb qalblarga ishora qilganlar. Ya'ni taqvoni asli qalbdan keladi. Qalbda taqvo bo'lmasa, zohirdagi narsalar bilan inson uzoqqa bora olmaydi. Faqat tashqari tomoniga nima qilaversa. Endi musulmonlar ichida har xil bo'lganlari bor. Ba'zilar faqat shu tashqariga ahamiyat berib, ichki tomoniga e'tibor bermay qo'yadi. Qalb amallariga, xushuga, Allohdan qo'rqish, muhabbat. Yana ba'zilar o'sha tomoniga ahamiyat beradi-da, tashqari tomoniga umuman e'tibor bermay qo'yadi. Ya'ni muhabbat qilish kerak Rasulullohga deydi-da, namoz, niyozi joyida emas. Fiqh masalalarini tushunmaydi, shariatga muvofiq qilmaydi. Bir tomoni bor, shariatga muvofiq qilaman deb xushusiga e'tibor bermaydi. Ikkovsi ham zarur deyaptilar-da. Bu muhabbat, Rasulullohni yaxshi ko'rish degan masala quruq gap emas, lekin mana shu joyiga ahamiyat beraylik-da, quruq gap emas. Yaxshi ko'rish degan narsani, masalan, dunyoda ham kimdir kimni yaxshi ko'rsa,
inson har qanaqa toifadagi inson, ho kofir, ho xristian, ho umuman iymonsiz bo'lganlar yaxshi ko'rgan narsasiga tashqari tomondan bir ish bilan, bir harakat bilan, bir amal bilan intilish bo'ladi. O'shunga o'shini amaliy bir isboti bo'ladi yaxshi ko'rgan narsasiga. Kimdir o'sha yaxshi ko'rgan narsasi uchun bir ayol yaxshi ko'rsa, masalan, jonini berib yuborayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir molini berayotgan bo'lishi mumkin, kimdir sog'ligini beradi. Xullas, yaxshi ko'rgan narsasi nima bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi ko'rgan narsasi uchun o'zidan bir narsa qurbon qilish bor. Bu butun insoniyatda bor, faqat musulmonlarda emas. Ana shu narsa zarur deyaptilar. U yaxshi ko'raman degan da'vo quruq da'vo bo'lib qolsa bo'lmaydi. Tushunyapsiz-a? Mana o'sha yaxshi ko'rish degan narsa amaliy zohir bo'lish kerak. Endi yana bir nozik tomoni. Musulmonlarda bor shunaqa amaliy Rasulullohga bo'lgan muhabbatini ko'rsatadigan, Rasulullohga bo'lgan sevgisini, Rasulullohga bo'lgan o'sha nimasini, tuyg'usini amaliy ko'rsatadigan bor odamlar bo'ladi. Har xil nimalarda musulmonlar ozmi ko'pmi buni ko'rsatadi. Lekin muhim joyi shu yerdaki, muhim joyi o'sha siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatingizni ko'rsatayotgan amalingiz ham Rasululloh yaxshi ko'radigan amal bo'lish kerak-da. Rasululloh yomon ko'radigan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmagan ishlar bilan Rasulullohga o'zini yaxshi ko'rsatyapman, bu Rasulullohga yaxshi ko'rganimni ifodasi desa, u bo'lmay qoladi u bilan. Unda o'zini xohishi bilan qilayotgan, o'zini nafsini yaxshi ko'rayotgan bo'ladi-da unda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatini izhor qilayotganda Rasulullohning sunnatlariga muvofiq narsa bilan, shariatlarga muvofiq narsa bilan izhor qiladi odam. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umuman aytmagan, sahobalar ko'rsatishmagan muhabbatlar bor. Raqsga tushadimi, masalan. Raqsga tushish bilan yoki ashula, muzikalar bilan, ashula bilan Rasulullohni yaxshi ko'rdim deyishlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muvofiq bo'lish kerak-da. Rasululloh yomon ko'radigan ish bilan, masalan, siz ham o'sha o'zingiz dunyoda yaxshi ko'rgan biror ayolmi yoki biror farzandga umuman jini suymaydigan, yaxshi ko'rmaydigan ishni qilib turib, men seni yaxshi ko'raman desangiz, umuman qabul qilmaydi-ku. Oddiy narsa. Ana shu mahbubiga muvofiq bo'lish kerak. Yana bundan ham og'irrog'i. Qarangda, o'sha Rasulullohga muhabbat qilyapman deb, Rasulullohga bo'lgan muhabbatini noshar'iy ishlar bilan ifoda qilayotgan ba'zi odamlar o'shunday qilmagan odamlar ayblaydi. Sizlar Rasulullohni yaxshi ko'rmaysizlar deb. Bu undan ham og'iri, ya'ni. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishimiz kerak. Alloh taolodan so'rash kerak Rasulullohning muhabbatlarini va bu muhabbatga yarasha insonda zohiriy amal, tashqaridan bir amali bo'lish kerak. Rasulullohning sunnatlariga muvofiq yashash tarzi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan oilada, namozda, ibodatlarda. Lekin ana shu nima Rasulullohga bo'lgan muhabbatimizni amaliy izhori ham shu zot o'zlariga muvofiq bo'lish kerak. O'zlari ko'rsatgan, o'zlari yaxshi ko'rgan, sahobalar ko'rsatgan, eng yaxshi asrlar ko'rsatgan ishlar bilan bo'lish kerak. Yomoni muhabbat bilan, tashqi amal bilan qalbni bog'lamaslik, faqat quruq zohiriy narsaga amal berib, e'tibor berib, o'shunga kuch berib, ichki tomoniga ahamiyat bermay qo'yish yaxshi emas. Inson qalbidan kelish kerak. Zohiriy amali o'sha nimasiga muvofiq bo'lish kerak. Vallohu alam. Alloh taolo foydali qilsin, to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.